Bizda ham avval kichkinaroq boshlangan to'ylar hozirga kelib dabdabaga aylanib ketdi. Tan olishimiz kerak. Dunyoni men juda ham ko'p davlatlarga boraman, hatto to'ylarda ishtirok etaman, to'g'risi. Bizdagidaqa kabi isrof bo'ladigan to'yni men hali ko'rmadim azizlar. Juda ham katta isrof. Tek qo'ysa odamlar yangi narsalarni o'ylab chiqaryapti. Menga bittasi tarmoqlarda qarang deydi, to'yda dasturxonni ko'rsatyapti. Xo'p, mayli, yemishlar, isrofgarchilik. Meni o'ylantirgan narsa o'sha dasturxon ustiga yumaloq undoq keladigan akvariumni qo'yib, ichiga baliq solib qo'yibdi. Hamma stolda shunaqa turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar ijtimoiy tarmoqda. Men tushunmadim. Men aytdimki, o'zi 1 soat, 2 soat o'tirsa, bu baliqni nima qiladi bu? Bu hammasi o'zini ko'rsatish, riyo, dabdababozlik, isrofdan boshqa narsa emas. Bitta illat chiqdimi? Ha, endi deyish kerak emas ekan, men shuni bilib qo'ydim tajribamdan. Darhol to'xtatish kerak ekan. Qilma buni deyish kerak. Chunki keyin ulanib ketadi. Keyingisi undan battarroq narsa qiladi. Kecha internetda ko'rdim, menga yuborishdi bolalar. Masjidga kelin kuyovni olib kirib fotosessiya qildiribdi. Masjid, tabarruk joy azizlar. Juda ham hayratlanib ketdim azizlar. Masjidning ichiga kirib, kelin kuyovni har xil joylarga qo'yib qo'yib, mana shunaqa masjidda fotosessiya o'tkazyapti. Masjidning hurmati qani bu yerda? Qolaversa, bu ham ortiqcha bid'at, ortiqcha isrof, manmansirashmi? Men bu nimaga gapiryapman? Agar gapirmasa, ertaga shu odatga aylanaveradi. Shuning uchun bu narsalarni to'xtatish kerak. Endi o'zi kechirasizlar-ku, Ka'batullohning oldida fotosessiya qilib ko'rishdi. Rasmlarga olish urib bo'ldi. Uni necha marta gapiryapmiz. Ey, Ka'bani oldida rasmga tushmang, Ka'bani oldida duo qiling, yig'lang deyapmiz. Endi uni to'xtatishga imkoniyati bo'lmay qoldimi? Nimani bo'lsa rasmga olish odat bo'lib qoldi. Hatto janozani ham hozir videoga olgizyapti. Men hayronman, ertaga otasini, onasini dafnini ko'rib nimasidan rohatlanar ekan? Uni ham qildiryapti. Bugunlik kunda bu to'ylarni isrofgarchiligini o'zimiz tashkil qilyapmiz.